Balani uyda nutqini rivojlantirish uchun zo'r tavsiya. Qaranglar, bola 3 yosh bo'ldi, 4 yosh bo'ldi, 5 yosh bo'ldi, hali nutqi yaxshi shakllantirilmagan. Ozgina so'zlari bor, lekin hali mukammal gaplar bilmaydi. Nishlatamiz. Bolani ansatqina narsani Qunoq alifbe degan kitobni hamma konstavar do'konlarda bor. Bu 35 ming so'm ekan taxminan. Olasizlardan bola bilan birga o'tirasizlar. Kim bo'lsam, anasi, otasi, opasi, akasi uyda ulroq odam bo'lsa, og'alar, akalar yordam bersam bo'ladi. Ochamiz kitobni. Boshlaymiz. Bizlar harflar kerakmaydi. Bizlarga nima kerak? Bizlar ichindagi rasmlarni, odlar kerak. Shu kitobning o'zida 450 dan ortiq rasm bor. Bu degani bolada 450 lug'at bo'ladi. Agar kitob 3 oy yoki 1 oy takrorlanadigan bo'lsa, bolada shu takrorlanish bo'yicha kitoblar almashib ketaveradigan bo'lsa, bolaning lug'at boyligi o'sadi. Agar bolada tashqi lug'at bo'lmasam, tashqi so'z bo'lmasam, ichki nutqi bo'ladigan bo'lsa, bundan bemalol aytaversingizlar bo'ladi. Sizlar aytib beraverasizlar, bola keyin ostan nutqinda chiqarib beraveradi. Qaranglar. Nima o'rgatiladi? To'tiqush, ayiq, bola, ari, anor, arra. Bular bo'yaladi. Bolaga ham qiziqli bo'ladi, ham nutqini o'stirib beradi. Bemalol uyda qo'llasangizlar bo'ladi. Kartochkalardan yaxshi kitobdan foydalanish.